Assalomu alaykum ko'hitang bolalari. Sog' salomatmisiz? Kanikullar yaxshi o'tyaptimi? Mana qishning ham deyarli yarmi o'tib boryapti. Bizda 2025-yildan ekilgan gulimizning qurimay, sog' urmay qolgani hammamizni quvontiryapti. Mana shu gulni biz avaylab yuribmiz. Ko'rgansiz oldingi videolarimizda klienka qilib. Endi mana shuni qalamcha qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Ko'ryapsizmi? Mana shoxlaridan egiltirib, ekib bu tomonga chiqarib qo'yapman. Mana shoxlaridan egilganlari qalamcha bo'lishi kerak. Kultuvaylar atrofida. Bu keyin chiqib turgan gullarni kesib tashlaymi? Birorta maslahat beringizlar. O'zimcha qilyapman. Agar kesish kerak bo'lsa gullarni keskim ham kelmayapti. Bular bu tuvakdan bu tuvak yerdan tuvakka o'tkazib olmoqchimiz, qarochi. Agar yaxshi bo'lsa, sizlarning ham maslahatlaringiz bersangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Mana shu gul ko'ryapsizmi? Bu qachon gullagan? 2 oy oldin gullagan gul hanuz turibdi gullari. Ko'ryapsizmi bu go'zallikni? Sog' urmadi, Xudoga shukr. Balkim urmas bu gulni. Urmasa qishdan chiqsam bu gullab yotaversa kerak. Keyin qaytadan gullasa kerak. Shu gul to'g'risida kimning qanday fikri bor? Menga bildiringizlar. Ko'xtang bolalari uchun bu katta sovg'a bo'ldi. Xayr azizlarim, sog' salomat bo'lingizlar. Fikrlaringizni kutib qolaman azizlarim.